Kichik hamkorim Yuan, men Wang Binman. Opa desang bo'ladi. Salom opa. Ukaginam, kelajakda yana birorta muammoing bo'lsa, bemalol mendan yordam so'ra. Albatta, buni ishdan tashqari ham hal qila olamiz. Men Shenyanni hech qachon bunday quchoqlamaganman. U juda tez harakat qildi. Asabiylashma. Bundan keyin bir oilamiz. Shenyanni yaxshi ko'rib qoldimi? Katta opang sifatida kechki ovqatga taklif qilaman. Kompaniyani ham muhokama qilardik. Shenyan hech qayerga bormaydi. Bir oy davomida birga ovqatlandik. Hozir ham uyga ketamiz. Sizlar birga yashaysizmi? Biz katta Vangdan qutulishimiz kerak. Ha, birga yashaymiz. Birga yashashmi? Yuan birodar, sen ajoyibsan. Oxirgi marta senga olib ketishni topshirganimda men ko'rgan uy bekasining paltosi shunchaki hazil edi. Jim bo'l. Bunaqa gaplarni gapirma. Hoy, qizimni orqasidan yursang, oyog'ingni sindiraman. Bu siz o'ylagan Dada. narsa emas. Unday emas. Dada, yaxshimisiz? Bo'ldi, tinchlangiz. Shu yashinning ifodasiga qaraganda yolg'on gapiryapti. O'zi yaqinda sevishgan bo'lsa, qanaqasiga munosabatlari bunchalik chuqur bo'ladi? Opa, bu oxirgi daromadimiz hisoboti. Uka, hozir gazeta o'qigim kelyapti. Sen o'qishni istayman. Katta opa. Men Ziyinman. Oxirgi so'zni doim men aytaman. Xinyu, nimani o'ylayapsan? Shenyan, katta opa Van Bin. Juda go'zal, juda ham boy va juda jozibali. Men unga teng kelolmasam kerak. Nimalar deyapsan? Deyman, Menga u yoqmaydi. erkaklarning hammasi shunday ayollarni yoqtirishadi. Yaqin masofa? Men aslida bunaqa emasman. Qasam ichaman. Faqatgina Sia Xinyuni sevaman. Aldagan bo'lsam, lampochkasinsan. Bu nima? Hazilmi? Lampochka sinib ketdi. Yolg'on gapiryapsanmi? Bu tasodif bo'lsa kerak. Bolaligimdan rostgo'y bo'lganman. Senga qanday yolg'on gapirishim mumkin? Yig'lamasang-chi. Yig'lamayapman. Yolg'onchi, yig'lashimga loyiq emassan.